Jangchilar, kim o'ylabdi deysiz? Birinchi rolga o'tirgan qo'ra haydovchisi Volga daryosining oldida borib, uyda stakanni qoldirib ketib, qirqilgan baklashiga choy ichib daryoni yonida. O'ylab shunaqa narsani o'ylovdingizmi? Xayolimga ham keltirmagandim. Buni nimada ichishingiz muhim emas. Muhimi Volga daryosining oldida bir finjon choyga taklif qilaymi sizlarni? Faqat finjoni yo'q-da, baklashkada. Uyda qolib ketgan, endi biz Rossiyaga ketamiz deb o'ylamagandik. Stakan yo'q, sheriklardan hadeb so'rashga noqulay. Gigiyena degan narsa bor. Shatda bitta baklashkani kesdim-da, ana shu baklashka bir haftadan beri hamrohim. Bor narsani qadriga, stakanlarni shunday qadriga yetishni o'rgandim. Voy. Vaziyatga qarab ketaverasiz. Bay. Shakar solganmiz, novot emas, yolg'on gapirmaymiz. Volga daryosining oldida men sizdan bir baklashka choyga taklif qilaman. Keling, choylashamiz, dardlashamiz. Salomat bo'ling.